Kokteyllarimizni iste'mol qilib bo'lganimizdan keyin, ovqatlarimizni iste'mol qilib bo'lganimizdan keyin 750 gramm turbonapit choylarimizni ichib tugatamiz. Ho'pla. Choylarimizni ichib tugatib bo'lganimizdan keyin, albatta og'iz yopishimizdan oldin 100 yoki 50 gramm oddiy qaynagan suvlarimizni ichib og'zimizni yopamiz. Endi Ramazon oyimizni iftorlik vaqtimiz bor. Iftorlikda biz niyat qilib og'zimizni ochib oldik va albatta 250 gramm suvga 3 kolpachok aloykalarimizni solib ho'plab ichishimiz kerak. 1 litr qaynagan suvga bitta choy qoshiqda klassik o'tli choyimizdan va 1 ta merni ложкада suli olma ichimligimizdan solib 1,5 litr choylarimizni tayyorlab olamiz. Tayyorlagan choylarimizdan 250 grammini ho'plab ichib olamiz. 10-15 minutdan keyin salat svejiy, 1 stakan kefir va albatta iftorligimizga suyuq ovqat iste'mol qilishimiz kerak bo'ladi. 20 minutdan keyin esa qolgan 750 gramm turbonapit, ya'ni klassik o'tli choyimiz hamda suli olma aralashgan choylarimizni ho'plab ichamiz va oraliq o'tgandan keyin ho'l mevalarni iste'mol qilishingiz mumkin. Yashil rangdagi, ya'ni yashil olma bo'lishi mumkin. Ana shunaqangi mevalarni ham iste'mol qilishingiz mumkin.